Assalomu alaykum, sizlar bilan Arslanboy. Bugun yangi kelgan FPLga yangi kelgan Portugal pakni, ya'ni naborni 2000 coinslik mana bu naborni o'ynatib ko'ramiz. Mana bu Ronaldo kelgan, bu emas. Sotib oldim. Bugun sotib oldim. Shuni bugun o'ynatib ko'ramiz mana bularni. Trener yangi 90 reytingini qaraymiz. Yangi kelgan 90. Birinchi 90 kelgan trener bu. 90lik strek kontra-ataka bilan. Roberto Martinez, Cristiano Ronaldo, Luis Silva, João Cancelo, Bruno Fernandes shular degan Ronaldo eng muhimi 105 bo'ladi. Usturi bilan. Shuni bugun match o'tkazib ko'ramiz. Do'stlar, yetganicha kuchaytirdim. Endi matchga go. Divizion 2 sinab hozir sizlarga ko'rsatib beraman. Game play qanday, o'ynashi qanday, qanaqa chiqarilgan, sizlarga olishga arziydimi yo'qmi shuni ko'rsatib beraman. Lekin men fikrim Ronaldo juda zo'r chiqarilgan. 2000 coinsga butun komandasi bilan arziydi. Hozir uni o'ynatib ko'ramiz. Men Ronaldoni bir marta, ikki marta o'ynatib ko'rdim. Nuno Mendes bilan yaxshi chiqarilgan. Juda tezliklari bor Ronaldo. Xuddi mana bu 107 big time karta chiqarilgandaqa yugurishlari, tezlik olishi, ускорение udar, finishing yaxshi chiqarilgan. Mana diviziondan raqib tomon berdi, jamoat olamiz. Va mamlaqa kuchaytirilgan ko'plariga yetmay qoldi. Voy! Dream team ekan. Вообще mana Ronaldo 107 big time bor ekan. Вообще ekan komandasi. Dream team. Hammasi donatli o'yinchilar. Bellinghamdan tashqari. Donatlar bor. Вообще. Eng asosiy gap o'yinda, komandada emas, gap o'yinda. Shunday zo'r akkauntingiz bo'lgani bilan o'yiningiz bo'lmasa biriting, do'stlar, unutmang. Hamma gap akkauntda emas, o'yinda. Va mana matchga ham kirib oldik. Mana Roberto Martinezni game face'i mana hozir pas grafikda turibdi. Shunaqasiga ham yaxshi game face. O'yinimizni ham boshlab olamiz. Qanday ketdik? João Felix, Bruno Fernandes, João Neves, Viega ekan ismi. João Cancelo. Va buni qilib uzatamiz. Bitmadi. Ronaldo voy. Boshqacha deportman, uzr. Qani yuragim o'chish yo'q, bu uzun yuragim o'chdi. Yo'q. Qattiq bo'lib ketdi. Yaxshi, Antonio Silva, Nuno Mendes. Yaxshi. Ronaldo dedi. Ronaldo bitta. Yaxshi. Bitta double touch ili gol. Ronaldo mana men sizlarga aytganimdek o'yin ko'rsatib beryapti. Bu Ronaldo, bu gol. Golni qarang. Opa, bitta double touch ili udar. Yaxshi, birinchi gol bor. Men sizlarga aytdim, gap akkauntda emas, o'yinda. Lekin ishonch yo'q. Bu ham yaxshi o'ynaydi. Vitinha, Pedro Neto, Bruno Fernandes, bitta double touch qilib beramiz. O'yinchi yaxshi. Tushundi bizning pasimizni. Yoqqa berib turib. Men bu yoqqa berdim. Yaxshi. Pedro Neto. Bitmadi. Har bir o'yinchilar sal kuchliligi bilinadi, ammo har bir ursa bo'ladi gol. Hop, Ronaldo. Oy. Ronaldo. Voy, rikoshet bo'lib qoldi. Qanaqa qilib aldaganini ko'rdingizmi? Hoppa. Double touch. Tegib qoldi. Rikoshet bo'lib qoldi do'stlar. Gol edi mana shu vaziyat.
Endi men sizlarga hozir Glovoy qanaqa golli vaziyat yaratishni ko'rsataman. Mana sashdan ikkitasini yoqasizlarda, ichga to'g'ri qilib ko'tarasizlar va yaxshi o'ynashga bir qoldi. Uzr do'stlar. Bruno Fernandes Nuno Mendesga beramiz. Vitinha qoladi. Bitta orqaga olib turib double touch qilamiz va zarba. Voy, Vitinhada sal kurul pasroq ekan. Roma endi sashdan o'chib qo'yamiz. Cancelo xato pas. Rui Silva ichkariga. Ronaldo voy sal qo'tishlar bo'lyapti. Uzr. Qo'tishlar bo'lyapti. Zapis ketayotdi. Yaxshi Bruno Fernandes orqaga olamiz. Yana pasni o'tib ketmoqchi bo'ldi. Raykard o'tmaydi. Osonlikcha o'tib bo'lmaydi Raykarddan. Naq fake shot qilmoqchi edim, o'tmay qoldi. Lionel Messi, Jude Bellingham, Inzaghi, voy yaxshi. Antonio Silva deb menimcha pas o'tmay qoldi. Antonio Silva va Pedro Neto, Nuno Mendes. Raykard, Inzaghi, Messi. Yaxshi, Ronaldo. Yaxshi. Ichiga Bruno Fernandes boshda o'ynamaydi. Double touch qilmadi. Voy, chapyoqda yaxshi debdi. Roberto Martinez game face. Yaxshi udar bo'ldi-yu, chapyoqda tepdi-da. Noto'g'ri, noqulay vaziyat bo'ldi. Pyotr Chekh Inzaghi to'pni yutib chiqdi. Voy, yaxshi. Ron Cancelo. Joao Felixga beramiz. Joao Felix. Vitinha olmadi. Antonio Silva ham birinchi taym tugadi bizda do'stlar. 1-0 bilan biz oldinda ketyapmiz. 69% ga 31%. Yaxshi. To'p nazorati bizda. Rafael Leon ushamiz. Ekstrem ekan harakati. Limit qolib ketibdi. Portugaliyaga aloqasi yo'q albatta. Va Ruben Dias ushamiz. O'yinga ketdik. Yaxshi o'ynayapti biznikilar. Portugaliya mana paktni ko'ryapsizlar o'zlaring. Yaxshi o'ynayapti o'yinchilar. Arziydi. Men fikrim arziydi 2000 o'yinchiga. Jude Bellingham, Lionel Messi, Jude Bellingham yana oy o'tmay qoldi. Neves, Joao Felix, Cristiano, voy Panucci. Yana qaytarib bermoqchimi? Yana Panucci qo'yapti. O, yaxshi Vitinha. Xato bo'ldi, ko'p xato qildim. Yo'q. Shunga ketdi. Gol urib ketdi Inzaghi. Xato bo'ldi-da, men 2 marta ko'p xato qildim. Xatorasiga Joao Felix boshlab beramiz. Cristiano, Joao Felix qaytaramiz. Oy, o'tadi. Rafael Leo'da tezlik bor. Ichkariga o'tamiz va Ronaldo akrobatik urib tayyormiz. Qanaqa gol do'stlar? Akrobatik. Voy, Pyotr Chekh deyapmiz. Bu gol do'stlar, bu gol. 41 yoshdagi pak. Ko'ryapsizlar qanaqa o'ynayapti. Endi 2008-yildagi pak chiqsa qanaqa bo'ladi, uni tasavvur qiling. Vitinhaga beramiz. Vitinha Bruno Fernandes o'tkazolmay qoldi. Zlatan ko'p xato qilar ekan bu ham. Shu Rafael Leao double touch. Bitta bunaqa qilamizda Nuno Mendesga beramiz. Nuno Mendes ham bitta bunaqa qiladi. Nuno Mendes ichkariga, Joao Felix boshda tal bo'lmaydi.
Joe Felix bo'yi sal kichikroq. Inzagi, Nedved. Bruno Fernandesga beramiz. Bruno Fernandes, Rafael Leao. Bruno Mendesga beramiz. Yana bitta ko'ramizmi? Ronaldo gol! Wow, hat-trick уже do'stlar, hat-trick. Bu Cristiano do'stlar. Cristiano uryapti. Vahshim. 2000 coinsga bemalol arziydi do'stlar, menga. Javob beraman. Trener ham juda yaxshi, pastdan to'pni kontrol qilish juda yaxshi. Bistrak counter ataka stili yaxshi ekan. Pak menga juda yoqdi. Mana endi o'ynatib ko'ryapman. Men birinchi Ronaldoni o'zini o'ynatib ko'rdim. Yana bitta pas bo'ladimi? Yo'q. Chexga boradi bu to'p. De Bruyne. Biz De Bruyne nima qilib yuribdi? Avtozamin qilib yuboribdi o'zi. Zo'r do'stlar. Ko'rdingiz, o'ynatib ko'rdim, ofsayddan chiqdi bu. Ko'rdingiz, o'ynatdim. Portugaliyani birinchi taymda yaxshi o'ynadi, pas. Hozir avtozamini yo'q qilib qo'ygani sabab bilan o'yinchilar o'zi almashtirib yuboribdi. Hozir buni o'chirib qo'yamiz. Ochini ranini qo'yibdi, buni o'chirib qo'yamiz endi. Samin qo'rqdi mana. De Bruyne bilan Atep Rizalda churibdi. Biz esa bunaqa qilamiz. Zaminimiz qolmabdi. Raqibimiz o'zgartirish kiritmoqchi. Voy, bu akkaunt qaranglar. Yapstan, Bruno Fernandes eng baland gigantlar bilan o'ynayapti. Hujumni gapirmasa bo'ladi. Yo'lda Ronaldo, Cruyff, Beckham, Mbappe, Turan ham bor. Eng zo'r destroyer ham opposida ham o'ynaydi, sashtada ham o'ynaydi, sentralda sashtada ham o'ynaydi. Uchuv birga g'alaba qozonmoqdamiz. Yaxshi ko'ryapsizlar, mana gap akkauntda emasligini. Lekin zamin ham qilmayapti. Nima kutyapti? O'yinimiz yaxshi bo'lyapti, qotishlar yo'q. Birinchi videoga yaxshi bo'ladi. Like'larni bosishni unutmang. Yana videolar chiqarsa davom etaman. De Bruyne, Cancelo ichkariga kiradi. Ronaldo ochiladi, Ronaldoga beramiz. Sariq so'rov berdi. Berkan, Filippo Inzaghi, Nucci, Cristian, Andres Iniesta, Filippo Inzaghi pas o'tmay qoldi. Vitinha, yo'lda Canceloga beramiz. Qayamni berib qolamiz. Beramiz. Berib xato bo'ldi. Yo'qqa beramiz. Yaxshi Vitinha. Raqibimiz va g'alaba. Ko'rdinglar do'stlar, Ronaldodan hat-trick, bitta akrobatik gol, super gol va ikkita zarba, bittasi bosh bilan. Yaxshi o'yin bo'ldi. Albatta, Ronaldo bilan. Videom yoqqan bo'lsa like bosishni, obuna bo'lishni unutmang. Sizlar bilan Arslonboy. Keyingi videolarda ko'rishguncha do'stlar.